إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Barliq hamd va sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugün biz 34. cho'ng gunoh dayuzlik haqida to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Bismillahirrahmanirrahim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا ذَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Zina qilguvchi faqat zina qilguvchi ayol bilanla yoki mushrik ayol bilanla to'y qila oladi. Xuddi shuningdek zina qilguvchi ayol faqat zina qiladigan erkak kishigala yoki mushrik erga tegalaydi dedi. Va hurrima zalika alal mu'minin. Va bu zina mu'minlarga harom qilingandir dedi. Alloh taolo bu oyatda zina qilguvchi erning zina qilish talabiga faqat o'ziga o'xshash stili buzuq zina qiladigan ayol va yoki mushrik, zinani harom deb qaramaydigan mushrik ayollar qo'shiladi. Xuddi shuningdek zina qilguvchi ayolning zina qilish talabiga faqat o'ziga o'xshash stili buzuq zina qiladigan va yoki zina harom deb qaramaydigan erlar qo'shiladi degan ma'noni anglatadi bu. Ya'ni kunlarning birida Payg'ambar alayhisolamning huzuriga bir sahobiy kelib Ummu Hanzala degan ayolni, ya'ni zinaxo'r bir ayolni olish haqida Payg'ambar alayhisolamdan so'raganda Payg'ambar alayhisolam u sahobiga mana bu oyatni o'qib bergan. Ya'ni undaq zinaxo'r ayolni olmaslik haqida mana bu oyatni o'qib bergan Payg'ambar alayhisolam. Ya'ni dayuslik degan xotinning va qizining hayosizliklariga ko'z yumadigan kishi, ayolining va qizininki hayosizligiga ko'z yumib keladigan kishini dayus deb ataymiz. Dayuslarni Alloh ham Payg'ambar alayhisolam ham la'natlagan. Jumladan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Payg'ambar alayhisolam mundaq deydi: Salasatun la yadkhulunal jannata. 3 turlik inson bor, bular jannatga kirmaydi deydi. Birinchisi al-aqun liwaliday. Ata-onasini qaqshatadigan kishi jannatga kirmaydi dedi. Yana hammamiz yaxshi bilamiz, ata-onaning islomda hurmati bakmi cho'ng.
ota-onani bakmi hurmat qilishimiz lozim. Vaholanki ota-onamiz mushrik bo'lgan taqdirda ham ularning xizmatini qilishga buyurilganmiz. Shuning uchun mana bu ota-onasini qaqshatgan kishi jannatga kirmaydi dedi. Ikkinchi turlik inson dayus. Xotinining va qizlarining hayosizlik ishlariga, iflos yomon ishlariga ko'z yumib keladigan kishi. Mana bu dayus ham jannatga kirmaydi dedi. Üçüncüsü va rijlatun nisa. Erkek zada ayollar ham jannatga kirmaydi dedi. Ayol o'zining ayolligi bilan yurish kerak. Kishilarni do'rab, kishilarga o'xshash kiyinib, kishilarningki nimasini qiladigan, mana bu o'zini haqliga o'xshatadigan ayollar ham jannatga kirmaydi dedi. Shuning uchun aziz qarindoshlar, hamma narsa o'z yo'li bilan bo'lmog'i lozim. Islom dinimiz bizga eng go'zal, eng chiroyli ta'lim tarbiyalarni beradi. Biz mana shuningga amal qiladigan bo'lsak, hech qachon xor bo'lmaymiz. Payg'ambar alayhisalom hadislardan birida yana mundoq deydi. 3 turlik insonga jannat harom qilindi dedi. Birinchisi mudminul xamr, aroqkash inson. Yana hayoti bo'yicha aroq ichib, ana shu aroq ichish bilan hayoti dunyodan o'tib ketadigan aroqkash insonga jannat harom qilindi dedi. Ikkinchisi val aqu livalidey, ota-onasini qaqshatadigan inson ham jannat harom qilindi unga. Uchinchisi va dayus, yana ayolining va qizining hayosizligiga ko'z yumadigan kishi. Bu ham jannatga kirmaydi dedi. Alloh taolo hammamizni mana bundaq yomonlarningki axloqidan Allah o'zi asırsın. Mana bundaq hayosizliklardan Allah o'zi asırsın. Allah hammamizni islomda, iymonda sabit qadam qilsin. Shuningdek, ayolini qizg'anmaydigan er kishida ham xayr yo'qdir dedi. Ayolini qizg'anmay başka erkek kishilarning arasıga qo'yib berib, hech qanday qizg'anmaydigan erda ham yaxshilik yo'qdir, xayr yo'qdir dedi. Bu yerda muallif bizga ba'zi bir nasihatlarni tavsiya qilgan ekan, ana shu nasihatni men o'qib anglatmoqchiman sizlarga aziz qarindoshlar. Vaz nasihat. Ahiri fani bo'ladigan havoyi havaslarga berilguvchi ey inson, sana kelayotgan o'limga qachon tayyorlik qilasan? O'tib ketgan karvonlarga yetishish uchun qachongacha harakat qilmaysan? Sen beshingni yumshoq yostiqlarga qo'yib turib, taqvodorlarga qo'shilishni orzu qilamsan? Bu quruq xiyoldan iboratdir. Hamisha dunyo lazzatini la o'ylaydigan ey inson, lazzatni zaharga aylantiradigan o'lim kelishdan hazar ayligin. Uning hiylasidan paxas bo'lg'in. Chunki uning hiylasi sanoqliq nafas va lahzaga yoshiringandir. Bir she'rda mundoq deyilgan. Mazmuni: yoshirin qilgan ishlarning ta'mi va lazzati bir pasda o'tib ketadi. Ammo orqada uning dard alamlari qoladi. Qiyomat kunida jannatga kirish uchun hasrat, nadomat chekadigan ey osiy bandalar, ayıplarni yoshiradigan zotdan hayo qilish bo'lmasa edi, ular texmi ko'p hasrat chekkan bo'ladi. Name amal daftari gunoh bilan to'lgan, gunohlarining ko'pligi tufayli tarozilari yengil kelgan ey inson,
Sen dostlarının arzu armanlarına yetelmegenini, insanların kabirde topu bilen birleşip ketkenini görmedin mi? Rahat paragatta yaşayan kişilerinin kepenge oralgınıga guvah bolmadın mı? Ularının betçidanda ötkizgen hayatını tefekkür kılmadın mı? Ey mügdep yürgücü insan, nefsini kutkuzuş için kaçan oygınısan? Başkalarının hayatıdan kaçan ibret alısan? Batır ve cesaretli kahramanlar hazır kayerda. Ay yüzlük, ahu közlük ayallar bilen hayatının peyzini sürgenler kayerda kaldı. Kapaklarını selip yürgen mütekebbirlerçe, Ali kasırda bayaşat yaşaganlar köranlap maktınış için Ali kiyim kiygenler kanı. Mana emdi ular dak yerde, tar kabirlerde yalanaç yetivatıdı. Ham hiyallar arkasıdan menip ecilini unutkallar kanı. Ecer ularını tosattan özüge tarttı. Mal dünya topluğuçular mana emdi ularının mal dünyası mı özümü ketti. Dünyanın hili neyrangını bilgen kişi onundan yüz örüşü, nefsinin hilisinden gaflette kalgan kişi onundan agah buluşu, bu dünyadan ötüp gitişini bilgen kişi nefsige bunu esletişi, rahat paragatta yaşayan kişi şükranısını ada kılışı, Darussalamga yani cennetke çakırılgan kişi o yerde hazır buluşu için havayı hevesten vazgeçişi lazım aziz qarindoshlar. Mana bu 4 kunlik dünyada havayı hevesga berilib Allah'ның rahmetidan uzak bo'lib qolmaylik. Allah'ның g'azabiga duchor bo'lib qolmaylik aziz qarindoshlar. Allah hammamizni iymonda, islomda sabit qadam qilsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى